Bir kun kelib, shunday ayolga aylanamanki, meni suratga olishni orzu qilib yurasan hali. Bu natijaga 4-5 oyda keldik. Qabulimga kelganda bu qiz semirib ketgan edi. 8 oylab hayz ko'rmasdi. Tukli ko'payib ketgan, terilari yorilib ketgan, juda ham tushkunlikda kelgan. Biron bir endokrinolog, diyetolog qolmagan. Hammasiga borib kelgan, marafonlarda qatnashgan, ozish kurslariga qatnashgan. Lekin ozmagan. Bu qizni tekshirib oldik. Ya'ni gormonal fonini o'sha qon tahlillarida ko'rdik. Menyu tuzib berdim va birga bir ishladim. Ya'ni soprovождениеda bu qiz bilan 4 oy, 5 oy mobaynida ishladik. Natijani ko'ryapsizlar. Agar sizga biron bir shifokor, endokrinolog yo diyetolog "Men seni 1 oy, 2 oyda shu natijaga olib kelib beraman" desa, umuman ishonmang. Bu natijaga sekinlik bilan ozishgacha olib bordik. Bu qiz endi hech qachon semirmaydi. Hayzi to'g'irlandi, ozdi, ishlari ketdi, tuklari kamaydi. Umuman hayotda o'zini juda ham baxtli his qilyapti. Xudo xolasa bu qizni endi turmushga beramiz. Mana endi o'dzifi ko'rsanglar bo'ladi. 98 kilogramdan 65 kilogramga tushdim. Eng muhimi hayzim to'g'irlandi. Gormonlarim hamma yo'g'i joyiga tushganidan. Davoni faqat sizdan topdik-da. Birinchi o'rinda siz sababchi bo'ldingiz bunga. Qancha rahmat aytsam ham kam. Sizga shunaqaman, sizni yaxshi ko'raman. Sizlarda ham shunaqa muammolar bor. Shu muammolarni yechish uchun pastiga tugmani bosinglar.